alaykum vatandoshlar. Orzular ro'yxatini mehmonlari eshitilmayapti. Bugun bayram, zo'r bayram bo'lyapti. Va bu uyni o'zi nomi o'ziga jalb qildi, chunki orzusiz inson yo'q bu dunyoda. Juda chiroyli, shinam qurilgan, keyin hamma tomoni o'ralgan. Juda ham chiroyli maskan ochildi. Juda chiroyli ishlashyapti. Bizni ishonchimizni orttirdi. Aytilgan vaqtda oldin uylarni berishdi. Bugun ko'pchilikning orzulari amalga oshdi. Bitgan holatini ko'rib juda ham mamnun bo'lib turibmiz. Juda katta bir boshqacha bir fayz bilan o'tyapti. Har doimgidek a'lo darajada bo'lyapti. Boshqa kompaniyalarda hech qachon ko'rmaganmiz bunaqa darajada ochilishlarni. Nahotki mana shu domlarda biz ham yashaymiz. Birgalikda yangi orzular sari yo'l olamiz.